Assalomu alaykum. Mana bugun Aravon rayonida bir oila Aravon Saxovat hadiya fondidan bolalarni to'plab berishlikni iltimos qilgan edi va bularga ihson qilib bermoqda. Alloh subhanahu va taolo bu sahoba xonadondan rozi bo'lsin. Shu ishlarni bizga urfga kirgizib bergan Allohga hamdlar bo'lsin va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Mashg'ullarım ham katta bo'lsin, baxtli taxtli bo'lsin, o'lib o'sib elga xizmat qiladigan ahli farzandlar bo'lsin. Allohim tanjolinglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin, rizqinglar talab bo'lsin. Mashna qilib to'planib to'ylarda, yaxshilik kunlarda yurgan nasib qilsin. Allohu akbar. Ya Habib, ya Cebrail arshni supurgin bunga mehmon bo'lgani Rasululloh keladi. Mazavol basor ko'zlik shamsa zuho yuzlik barchada shirin so'zlik Rasululloh keladi. Shamollarga borib aytgan. Bismillahirrahmanirrahim. Allohimga hamdlar bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salovat salomlar bo'lsin. Bosib kelgan qadamlaringlarga hasanotlar bo'lsin. Tanjolinglar sog' bo'lsin. Hammalar katta bo'lar bo'lib elga xizmat qiladigan ahli yaxshi farzandlar bo'lib yetishinglar. Tanjolinglar sog' bo'lsin. Manaqa to'ylarda, chiroyli kunlarda yurishinglarda Allohdan tilayman. Allohumma mag'firli val validay val ustozi val jamil mu'minina val mu'minat val muslimina val muslimat Allohu minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Beodoblik qilmasin Rasululloh keladur. Daryolarga ham aytgan mavjurishini qo'ysin. Oldida soqov tursin Rasululloh keladur.